يلتزم تقديم المبتدأ في أربع مواضع. الأول أن يكون من الألفاظ التي لها صدرات، وهي أسماء الاستفهام والشرط، وما التعجبية، وكم الخبرية، وضمير الشأن، وما اقترن باللام ابتداء، والموصول إذا اقترن خبره بالفاء، نحو من أنت، من أقم معه، ما أحسن الصدق، كم عبيدا لي، عبيد قل هو لي. الله، عبيد لي، قل هو الله أحد، لا زيد قائم، الذي يدلني على مطلوبي فله دينار. Mubtada to'rtta o'rinda oldin keltiriladi. Birinchisi, unda sodorat lafzlaridan bo'lsa. Ya'ni sadara degani nima degani? Gapni Oldida boshida gapni avvalida kelish kerak bo'lgan lafzlardan bo'lsa. Arab tilida ayrim lafzlar bor. O'sha lafzlar gapni avvalida aytilishi shart. Oxirida, o'rtasida aytib bo'lmaydi. Agar mubtada shunga o'xshash lafzlardan biri bo'lib kelsa, u holda uni birinchi aytish kerak bo'lar ekan. Endi o'sha lahas sadara bo'lgan lafzlar zikr qilinyapti. O'zi lahas sadara, sadorat uniki degani. Gapni avvali uniki bo'lgan lafzlar degani o'zi. ular ismi istifhomlar, ismi shartlar, ta'jubiya, xabariya. Avvalda kelish kerak. Masalan, ma ajmala samaa deb aytamiz. Ma'ni keyin o'rtada aytib bo'lmaydi. Ajmala ma yoki as-sama ma ajmal deyish mumkin emas. Hop. O'shanda ma mubtada bo'ladi. Ma mubtada bo'ladi. Kam xabariya, zamir shan, lom ibtido bilan kelgan mubtada. Qo'shilgan Kelgan lamdagi qo'shilgan so'z. Uni xabari fo bilan yaqin kelgan mavsuli. Qo'shilgan degan bo'ladi. Iqtaronani. Xabari foga qo'shilgan ismi mavsul. Endi har biriga bitta misol aytilyapti. Man anta deganda man istifhomga misol, man yaqum de ismi shart, ma ahsana sidqi ma ta'jubiya, kam abidan lida kam xabariya mubtada bo'lib kelyapti. Abidan deb aytmangda. Agar abidansiz kam mubtada bo'lmaydi. O'zi abidun kam abidun. Shunda kam mubtada bo'ladi, abidun uni xabari bo'ladi. Va tushunarli? Va kam bu savol istifhom bo'lmayapti. Shuning uchun istifhomdan alohida aytildida kamil xabariya. O'zi istifhom bo'lib kelsa kam, masalan, kam abidan li. Uni avval kelishi shart bo'ladi shunda ham. Faqat ismi istifhom bo'lgani uchun shunday bo'ladi-da. Ismi istifhom bo'lgani uchun. Endi ta'ajjubiya bo'lsa ham avval keladi deb alohida aytilyapti. Huwa oyatdagi huwa zamir shan bo'lib kelyapti. La zaydun qoyimunda la bilan birga kelgan zaydun mubtada bo'lyapti. Keyin falahu da fo bilan birga kelgan ism mavsuli. Bu fa xuddi haligi fa bu. Javobi shartda keladigan fa bor-ku. Masalan, shuni ismi mavsullar aslida ismi shartlarga o'xshab ketadi, lafzlarda. Masalan, man bilan ma, to'g'rimi? Man yadullani ala matlubi falahu dinar deb aytsa ham bo'ladi shu gap. Shu e'tibordan ma'noda ism mavsullar ismi shartga o'xshagani uchun hukmda ham ular bir-biriga o'xshatiladi, tatbiq qilinadi.
bir ikkinchisiga. Ism mavsul ismi shartga o'xshatiladi-da, unga ham fa'ni qo'shish mumkin bo'ladi. Xullas, fa qo'shilgani uchun mana bunaqa aytib bo'lmaydi-da. Falahu dinarun allazi yadulluni ala matlubi deyish mumkin emas. Xabariga fa qo'shildi chunki. Mhm. Shunda allazi mubtada bo'lib kelyapti. Allazi mubtada bo'lyapti. Yadulluni ala matlubi sila. Falahu dinarun jumlasi xabar. Tushunarli? Va ma amrun illa mudbirun. Ikkinchisi xabarga qasr qilinsa. Misol uchun Ali faqatgina shijoatlidir. Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Ali faqat shijoatli bo'lishi mumkinmi? Ali odam emasmi masalan? Ya'ni Alini faqat biz bitta sifat bilan sifatlayapmiz-da, u ham bo'lsa shijoat sifat, to'g'rimi? Ali shijoatli odamdan boshqa narsa emas degani-da o'zi. Ya'ni Ali faqat shijoatli kimsa degani ekan. Shunaqa mumkin, 3 xil holatda mumkin bo'ladi. Birinchisi, muxotob Alini shijoatli ekanini inkor qilib tursa agar, Ali shijoatli emas, qo'rqoq desa, o'sha odamning gapiga javoban Ali faqat shijoatli deb aytamiz. Shunda faqat degan so'zimizni qasri haqiqiy emas, idofiy qasr bo'ladi. Yoki ikkinchi holatda ikkilanib turgan bo'lsa, Ali shijoatlimikin yo qo'rqoqmikin deb. O'sha paytda ham bu qasr qilinadi. Uchinchisi nima edi? Islom? Nima? Uchinchisi nima edi? Uchinchisi ya'ni 3 holatda deyish mumkin dedim-ku. Uchinchisi muxotob odam Alini ham shijoatli, ham saxovatli, ham olim deb unda 3 ta sifat bor deb o'ylayotgan bo'lsa, lekin u faqat shijoatli bo'lib, lekin saxovatli emas, olim emas bo'lsa agar, shu gap aytiladi. Ali faqat shijoatli kimsa deyiladi. Qarinalarga qarab bo'ladi-da, xullas bu. Va ma Muhammadun illa rasul ham xuddi shunaqa. Nabiy sallallohu alayhi vasallam rasuldan boshqa kimsalar insonda faqat nafaqat insonda, Alloh yaratgan mahluqotlarda faqat bitta sifatga ega bo'ladigan birorta maxluq yo'q. Hammada qanday kamida 5-6 ta sifat bo'ladi-da. Masalan, Nabiy alayhisalom ham otalar, ham yo'lboshchilar, to'g'rimi? Ham farzand bo'lganlar, nabiylar va hokazo rasulning boshqa sifatlari ham bor, ammo u maqomda va ma Muhammadun illa rasul deyilgan, sen faqat rasulsan xolos deyilishining sababi, chunki sahobalar Rasulullohni ham rasul, ham o'lmaydigan bashar deb o'ylashardi. Yani Alloh taolo o'sha oyatni nozil qilib, faqatgina rasul xolos, u ham bo'lishi mumkin deydi. Va ma amrun illa mudbirun ham shunday. Amr faqat ketyapti, amr faqat ortiga qochyapti degan. Xo'p. Muhimi bu o'rinda bizga an yuqsara alal xabar. Agar bir hukm xabarga cheklanilayotgan bo'lsa, mubtado birinchi aytilishi kerak bo'lar ekan. والثالث أن يلتبس بالفاعل نحو زيد فهم وكل إنسان لا يبلغ حقيقة الشكر. Uchinchisi, foil bilan chalkashlik bo'lsa, misol uchun Zaydun fahima, Zayd tushundi, yoki har bir inson shukurning haqiqatiga yetolmaydi kabi. Hamma inson ham haqiqiy ma'noda shukr qila olmaydi degani shu. Endi bu yerda foil bilan chalkashib ketish sababi degani, agar fahima Zaydun desak, unda foil bo'lib qoladi, biz uni mubtada deya olmaymiz. Mubtada muaxxar deb fahim xabar muqaddam deya olmaymiz. Shuning uchun gapiruvchi odam ismiy jumla tuzmoqchi bo'lsa agar, fe'l ishtirokida albatta birinchi mubtadoni aytish kerak bo'ladi. والرابع أن يلتبس بالخبر نحو صديقك عدوي وأفضل منك أفضل مني.
To'rtinchisi xabar bilan chalkashlik bo'lganda, misol uchun, sening do'sting meni dushmanimdir. Va avtonomga sen sendan afzal bo'lgan mendan ham afzal. Shuni agar aksini aytsak nima bo'ladi? Masalan, aduvi sodiquka. Unda aduvi mubtada bo'lib qoladi. Chunki bu o'rinda ikkala holatda ham ma'rifalikning rutbasi bir xilda. Ikkala so'z ham sodiq, adu kalimalari zomirga izofa qilinyapti. Ikkalasi ham mubtada bo'la olishga haqli, ikkalasi ham xabar bo'la oladi. Shuning uchun modomiki biz aduvini ham mubtada deya olamizmi? Biz odamlar ikkiga bo'linib ketmasligi uchun xullas, kimdir sodiqni mubtado deb, kimdir aduvni mubtado demaslik uchun ham nahvchilar aytishadiki, agar chalkashlik bo'lsa, ikkalasi ham mubtado bo'lishi mumkin bo'lsa, doim birinchisi mubtado deb inobatga olinadi deyiladi. Unda sodiqu birinchisi mubtado. Tushunarli? Aksini aytsak ham o'zi ma'no bir xil chiqaveradi garchi o'zi. Dushmanim seni do'sting, dushmanim seni do'sting, do'sting meni dushmanim. Bu gap ham shunaqa o'zi bir xil chiqadi. Sendan afzali mendan afzali. Mendan afzali sendan afzali bir xil ekan xullas. Lekin o'sha birinchisi mubtado bo'laveradi. Hop. ويلتزم تقديم الخبر في 4 مواضع. الأول أن يكون من الألفاظ التي لها صدرات، نحو أين أبوك، متى نصر الله. Xabar 4 ta o'rinda oldin kelar ekan, mubtadodan oldin kelar ekan. Birinchisi mubtadodan oldin keltirish lozim degan, yultazam. Lozim bo'ladi. Unda sadoratlik bo'lsa, misol uchun ayni abuk, mata nasrulloh kabi. Ayni bu yerda xabar bo'lib kelyapti. Ikkinchi misolda mata xabar bo'lib kelyapti. Xabar muqaddam bo'ladi. Abu esa mubtada muaxxar bo'ladi. Nasran shunday. والثاني أن يقصر على المبتدأ، نحو إنما شجاع علي وما مدبر إلا أمر. Ikkinchisi mubtadoga qasr qilinsa, misolida Aligina shijoatlidir. Ikkinchisida Amirgina yuz o'giruvchidir. Ortiga o'girilib ketyapti, qochyapti ma'nosida o'zi. Amirdan boshqasi qochmayapti degani. Faqat Amir qochib ketyapti. Bu endi haqiqiy bo'lishi mumkin shunga o'xshash lafzlarda. Haqiqiy ma'noda faqat Ali shijoatli bo'lishi mumkin. Masalan, innama shuja'u aliyun fina. Ichimizda faqat Ali shijoatli. Desa, u haqiqiy qasr bo'lishi mumkin ekan. Xo'p. والثالث أن يلتبس بالصفة، نحو عندي درهم ولي حاجة. Uchinchisi sifat bilan chalkashlik bo'lsa, menda dirham bordir, meni ehtiyojim bor. Qanaqasiga sifat bilan chalkashlik bo'ladi? O'rnini almashtirsam, dirhamin indi bo'lsa sifat bilan to'g'ri. Indi zorfi dirhamni sifat bo'lib qoladi. Hajatun bi desak, mendagi hojat, mendagi bir ehtiyoj degani bo'ladi-da, unda jar majrur ham hojani sifati bo'lib qoladi. والرابع أن يعود على بعضه ضمير في المبتدأ، نحو في الدار صاحبه أم على قلوب أقفلها. To'rtinchisi bir qismiga mubtadodagi zamir xabarni bir qismiga qaytishi. Masalan, fiddari sohib nega bir qismi deyilyapti? Chunki masalan
fiddari sohibu hada xabar qani? في الدار. Ha, fiddar. Bir qismi, ya'ni zamir qaytayotgan bir qism bu dar kalimasi. Mayli, shuning uchun bir qism deyilyapti. Hammasiga qaytmaydi-da. Am ala qulubin aqfaluha da ham xuddi shunaqa. Aqfaluhadagi zamir qulubga qaytadi. Qulub esa xabarni bir qismi. Ala qulub degan birikmani bir qismidir. Ya'ni mualliflarning iborasi demak daqiq. Tushunarli? Ba'dihi deyish kerak ekan. An yauda alayhi demaslik kerak. Xabarni o'ziga qaytadigan mubtadodagi zamirni xabarni o'ziga qaytishi desa xato bo'ladi. Mubtadodagi zamirni xabarni bir qismiga qaytishi deb aytsa, mana shu yaxshi ibora bo'ladi. Bir qismi deb nima demoqchi shunda? Mana hozir tushuntirdim-ku, fiddar masalan bir butun narsa bo'lsa, butun bir birikma bo'lsa, addar kalimasi uni bir qismi, fi boshqa bir qism, to'g'rimi? Shunda sohibuha degan fiddarni ikkalasiga qaytmayapti, butun narsaga qaytmayapti-da, shu butunni bir qismi bo'lmish darga qaytyapti. o'qiring. وقد يحذف المبتدأ أو الخبر إذا دل عليه دليل كقولك لمن يسألك كيف زيد مريض ولمن يسألك من في الدار إبراهيم. gohida xabar yoki mubtado yoki xabar hasf bo'lishi mumkin agar unga dalil o'tgan bo'lsa. إذا دل عليه bir belgi unga dalolat qilsa, bir dalil unga ishora qilsa degani. Agar bir dalil ishora qilib tursa, mubtadoni yoki xabarni tushirib yuborish mumkin bo'lar ekan. O'sha dalil nima bo'lishi mumkin? Savol bo'lishi mumkin. Masalan, agar sendan so'rasa, Zayd qanday desa, marid, kasal. Shunda hozir maridun xabar li mubtada mahzuf bo'ladi-da. Mubtadosi aytilmayapti. Huwa maridun. Shu huwa Zaydga qaytish kerak. Lekin nega Zayd marid demayapti? Gapiruvchi odam. Shundoq ham tushunilgani uchunmi? Chunki savolda aytildi-da Zayd. Dalil bor. Dalil savolda Zaydni zikr qilinishi. Shu dalil maridunni mubtadosi Zayd ekaniga ishora qilib turgani uchun ham aytilmayapti Zayd. Hovlida kim bor? Ibrohim deganda xabar hasf bo'lyapti. Yaxshi.